Bemorlar asosan diareya haqida so'rashadi. Qanday davolash kerak? Va ikkinchi savol, uni dori yoki bakteriyalardan ekanini qanday bilish mumkin? Juda yaxshi savol, chunki diareya transplantatsiyadan keyingi davrda juda tez-tez uchraydi. Keling, diareya nima uchun sodir bo'lishini tushuntirib o'tay. Diareya, siz aytgandek, dorilar tufayli yuzaga kelishi mumkin va uni keltirib chiqaradigan eng keng tarqalgan dori mikofenolat mofetildir. Chunki u hujayralarga ta'sir qiladi va hujayralarni juda tez ko'paytiradi. Natijada diareya kelib chiqishi mumkin. Agar mikofenolat mofetil dozasini kamaytirsak, diareya yaxshilanishi mumkin. Ammo bu ich ketishi, dori yoki boshqa muammolardan kelib chiqqanligini qanday bilamiz? Menimcha, eng xavfsiz variant hamma sabablarni istisno qilish va keyin dorini sabab qilib ko'rsatishdir. Diareya odatda transplantatsiyadan keyingi davrda infeksiyalar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bu infeksiyalar oziq-ovqatdan kelib chiqadigan infeksiyalar bo'lib, agar siz gigiyena qoidalariga mos bo'lmagan ovqat iste'mol qilsangiz, ameba paydo bo'lishi mumkin yoki antibiotiklarni uzoq muddatda qabul qilish natijasida bo'lishi mumkin. Ichak bakteriyalarida Clostridium yetishmaydi va bu zaharlanishni kuchaytirib, diareyaga olib kelishi mumkin. Bu sitomegalovirus yoki diareyaga olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa sabablar yo'tal va shamollash kabi virusli kasalliklar tufayli sodir bo'lishi mumkin. 6 soat ichida oziq-ovqat tarkibidagi ba'zi toksinlar tufayli ham sodir bo'lishi mumkin. Diareya juda keng tarqalgan. Agar diareya bo'lsa, uni qanday davolash kerakligini har bir bemor bilishi kerak. Birinchi navbatda og'iz orqali regidron eritmasini ichish va tanani suvsizlanishdan saqlab qolishdir. Bu siz qila oladigan eng muhim qadam. Shakarli sirop yoki tuzli eritmani o'zini qabul qilmang, chunki shakar regidronsiz yolg'iz qabul qilinganda diareyani keltirib chiqarishi mumkin. Esda tuting, regidron juda muhim. Suvsizlanishdan saqlanish kerak. Agar siz yetarli suv icha olmasangiz, buyraklaringizga ta'sir qilmasligi uchun shifoxonaga borishingiz va vena orqali eritmalar olish kerak. Birinchi vazifa buyraklaringizni suvsizlanishdan saqlab qolishdir. Ikkinchidan, diareyalarning aksariyati virusli diareya bo'lsa, ular 3-4 kun ichida o'z-o'zidan yo'qoladi. Agar ich ketishi yaxshilanmasa, bu bemorda boshqa narsa, bakterial infeksiyalar bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bu Clostridium yetishmovchiligi yoki amebiyaz kabi boshqa infeksiya bo'lishi mumkin. Buni tekshirish uchun axlat, najas tahlili buyurishlari mumkin. Ich ketarga ko'plab sabablar bor va biz bularni axlat tahlili orqali tekshirib ko'rishimiz mumkin. Biz shuningdek bakteriyalar Clostridium tanqisligini tekshirib ko'rishimiz va keyin uni shunga mos ravishda davolashimiz mumkin. Juda keng tarqalgan viruslardan biri transplantatsiyadan keyingi davrda sitomegalovirus bo'lib, u diareyaga olib kelishi mumkin. Uni o'ziga xos davolash yo'li bor, valganciclovir. Sitomegalovirus boshqa organlar funksiyalariga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun diareyani jiddiy qabul qiling. Regidron eritmasi bilan 3-4 kun ichida yaxshilanmasa, shifokoringizga murojaat qiling. Tahlillarni topshiring va unga ko'ra sizga tavsiya etilgan davolanish rejasi bilan davolaning. Ich ketish bilan bog'liq yana bir muammo shundaki, diareya vaqtida takrorli juda tez so'riladi va qonda dori darajasi ko'tariladi. Bu toksiklikka olib kelishi mumkin. Agar diareya bo'lsa, takrorli so'rilmaydi deb o'ylaymiz. Lekin buning mutlaqo aksi bo'ladi. U tezroq so'riladi. Agar diareya juda og'ir darajada bo'lsa, u so'rilmay chiqib ketishi mumkin. Lekin aksar hollarda diareyada takrorli darajasi ko'tariladi. Transplant dorilari bo'yicha juda hushyor bo'lishingiz kerak. Buning uchun shifokoringiz bilan aloqada bo'lishingiz va ko'rsatmalariga rioya qilishingiz eng ma'qul yo'ldir. Doctor is best to guide what to do.